Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, yaxshimisizlar? Sotiladigan mototsiklimiz bor bugun. Minsk. Bir xato obzorga tanishtirib o'tamiz Minskni. Srochniy pul kerak dedi egasi. Tez sotilishi kerak. Arzon narxlarda. Narxi başında aytib o'taman. Bo'lish narxi 2.800.000 so'm. 2.800.000 tashiysizlar, minasizlar, ketasizlar. Rasxoti yo'q, hech qanday kamchiliklari yo'q. Eldingi orqangi balonlar novi paket. Toza balon qo'yilgan, balonlar kamera paket. Hech qanday отказ muammosi yo'q. 1 million 1,5 2 unday pulga so'ralmaydi. 2.800.000 tashiysizlar, minasizlar, ketasizlar. Ustida savdo ham yo'q. Bo'lish narxini aytib o'taman. Kamchiligi birgina shuda поворотныйga yo'q ekan. Boshqa yerlari o'ziniki mana. Bilgan biladi, bilmaganlar mana bizning rodnoy stoplari bilan turibdi. Chexollangan polniy toza chexol. Bokovoylari. Yana shunday endi obshivkalar ham bor. Sportdan qilib ishlangan. O'zim rodnoy disklari bir xato bo'yalgan lekin sariga bo'yalgan. DTP bo'lmagan, ramlarni uzak chiriklari yo'q. Ramlar tiniq turibdi, mayatiklar o'ynamagan. Silindrlar razmerini bilmayman, lekin motor ochilmagan deb turibdi egasi. Kelib ko'rib haydab olsanglar bo'ladi. Manzilimizni tushuntirib o'tgan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani, Budyonniy sovxoz paxtachida. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib kelishaveramiz. Qog'ozini knopkalar ham ishlab turibdi, o'chadi, yog'adi, svetlari bor. Shunday telefon qistiradigan postavkalar ham bor. Ekonomik variantdan oz edi. Kimga qiziq bo'lsa, shunday o'zining mufti qisqichlar ham original. Mototsikl 80% original mototsikl, o'zining zavodskoy. Bunday rezinkalar ham o'ziniki. Rul ko'chatlari manzilimizni aytdik, pulni aytdik. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Podpisatsiya deb turadi. Like-ni bosib, kommentariyaga fikrlaringizni yozinglar. Yerga borib so'rash bo'lmasin lekin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.